Assalomu alaykum. Navbatdagi zinamiz Kosonsoyda. Xudo xohlasa zinamiz bitdi. 2 kun avval quyib ketuvdik. 10 tadan 20 ta stupenka tushgan. 28 ga 15 dan. Kimgadir shunaqa xizmatli kelsa, ofisiyonada telefon raqamimiz bog'lanaverasizlar. Bu yoq tomonda podvalga tushish xod bor. Shuni hisobiga bu tomonda avarniy qilib ishlayverdik. Plashadkamiz ham ozgina avarniy bo'lib chiqib ketgan. Mana endi rim ustim tushadi ikkita. Bu yoq tomoni esa balkon bo'ladi, mashina tevas. Shuni hisobiga ikkita rim o'rnidan tashab ketilgan. E'tiboringiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimgadir shunaqa murojaat qilib telefonga bog'lanaverasizlar. Inshaalloh imkon qadar savolingizga javob berishga yechim topib beramiz degan umiddamiz.